Musa alayhissalom chaqaloqlar so'yiladigan yilda tug'ilgan. Ya'ni Fir'avn barcha tug'ilgan o'g'il bola chaqaloqlar so'yilsin degan farmon chiqargan. Mana shundaqa yilda tug'ilgan. Musa alayhissalomning onasi juda ham qo'rqib, hech kim bilib qolmasin deb uni ehtiyot qilgan. Xavotir bo'lganda, ya'ni qalbida. Kirib hozir soqchilar kelib so'yib tashlaydi chaqalog'imni deb. Ona uchun qanchalik og'ir bo'ladi bu narsa. Shunda Alloh taolo Musoni onasiga ilhom qilgan. Bolangni savatga solib suvga oqizib yuborgan deb. Go'dakni suvga oqizib yuborish cho'kib ketishi mumkin degan narsa kelishi mumkin, to'g'rimi? Lekin Alloh taolo uni qaytib beraman senga, qo'rqma degan. Qaytib beraman senga. Bu payg'ambarlardan bo'ladi deb mana shu bashoratlar bo'lgan onasiga. Shunda Alloh taoloni mana shu vahiysiga ishonib chaqalog'ini suvga oqizib yuboradi. Musa alayhissalom savatning ichida Fir'avnning xonadoniga kirib qoladi. Suvdan oqib borib, uni kanizaklar topib olishadi, Osiyo onamizga ko'rsatishadi. Osiyo onamiz ko'rib, yaxshi ko'rib qoladi. Yaxshi ko'rib qolishligining sababi Alloh taolo va alqaytu alayka mahabbatan minni deydi. Ya'ni senga muhabbatimizni otdik. Buni ma'nosida ulamolar aytishadiki, kim senga qarasa yaxshi ko'rib qoladigan qilib qo'ydik. Ya'ni shunchalik nurlik bir shirin go'dak bo'lganki, ko'zi tushgan odam yaxshi ko'rib qo'ygan. Shuning uchun Fir'avndek bag'ri tosh bo'lgan odam qanday zolim bo'lgan podsho shu paytdagi Osiyo onamiz shuni boqolaylik, o'zimizga farzand qilaylik deganda yo'q deya olmagan, tili bormagan yo'q deyishgan. Shuni ko'rib yo'q deya olmagan. Biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qalblarning Robbisi kim? Allohmi? Ya'ni o'sha qalb yoqtirishligi, kimgadir moyil bo'lishligi til kimniki? Ya'ni o'sha so'yinglar deyishga izn beruvchi zot kim? Yoki bo'lmasa mayli qoldiringlar buni, yashay qolsin deb gapirishiga undaydigan zot kim? Alloh taolo Musa alayhissalomni aynan ana shu so'yaman degan eng zolim podshohini uyida, saroyida katta bo'lishini iroda qildi. Shuning uchun Musa alayhissalom saroyda katta bo'ldi. Ana shu uyda katta bo'ldi. Ya'ni uni so'yishlik uchun charxlangan qilichlar uni himoya qilib katta qildi. Va onasiga qaytarib berdi. Qanday qilib? Hech kimni ko'kragini olmadi. Emganda hech kimni ko'kragini olmadi. Toki uni onasini yetaklab olib keldi singlisi, mana shu ayolga ham emdirib ko'ringlar deb. Shunda onasini ko'kragini oldi.